Ha, hurmatli do'stlarim, biz yana mana shu g'alla maydonga ishlov berishni yo'lga qo'ydik. Hozir bunda begona o'tlarni bug'doy simonlar oilasiga kiruvchi shu suli bilan Raygiraz degan o'tga qarshi kurashyapmiz. Hozir yana bir bu ximikatni sepib, gerbisidni sepib bo'lganimizdan keyin bug'doylar stress holatidan chiqquncha bir 4 kun 5 kun vaqt o'tadi. 4 kun 5 kun o'tgandan keyin 3-marta o'g'itib beramiz inshaalloh 200 kilodan. Keyin yana bitta suspenziya qoladi. Gumat kali bilan karbamid aralashtirib zangga qarshi kurashamiz. Hammasi joy-joyiga kirishib ketadi nasib bo'lsa. Faqat ana gerbisidlarga bu nimalar aralashmasi kerak ekan. Oh. Ana. Bu Muxtorjon bu, Muxtorjon. Choptiradi endi. 9-skorga qo'yapti. Texnikani tagidan shamol essin. Ko'z tegmasin. Olqishlab qo'ying Muxtorjonni. Rahmat.